Oldingi videomizda qanday qilib anime ko'rinishdagi mana bunaqa rasmlar tayyorlashni ko'rsatgan edim va obunachilarimizdan bittasi buni to'liqroq tushuntirib bering deb aytgan ekanlar. Hop, men hozir uni ham kompyuterda ham telefonda ko'rsatib beraman, aniqroq tushunarliroq bo'lishligi uchun. Buning uchun avvalambor ChatGPT'ni o'ziga kirib olamiz va bu yerda buni zaпрос yozamiz. Biza nima xohlayotgan, qanday rasmimiz qanday bo'lishligini. Avvalambor загрузить kompyuteri rasmni kiritib olamiz. Hop, ish boshlandi. Bir daqiqa yoki 1,5 daqiqa kutamiz. Generatsiya qilayotgan paytingizda sizga naqadar avtorskiy pravalarga to'g'ri kelmaydi yoki boshqa narsa deb chiqishi mumkin, lekin qaytadan urinib ko'rsangiz albatta o'xshaydi, chunki bir xil payt shunaqa xatoliklar bo'lib turadi. Ya'ni siz o'sha kompaniyalarning o'sha avtorskiy pravasini buzasiz va biz unaqa qilib bera olmaymiz, biz unaqa dostуп yo'q deb qolishi mumkin. Lekin yana bir marta urinib ko'rsangiz rasmni chiqarib beradi va ChatGPT'da bir 6 tagacha, bir 5 tadan 6 tagacha rasm tayyorlasangiz bo'ladi. Undan keyin esa sizga $20 podpiska olishingizni talab qiladi. Ya'ni shu podpiskadan keyin yana undan ham ko'proq shu generatsiya qila olasiz. Misol uchun 50 ta yoki 60 ta bo'lishligi mumkin. Aniq bilmayman lekin. ChatGPT'dan so'rayotgan paytingizda fonini rasmdagi umuman qaysidir detalni chizgan holatda ham buni o'zgartirsangiz bo'ladi. Ya'ni menga buni o'zgartirib ber, buni o'zgartirib ber, buni o'zgartirib ber. Va oldingi videomizda o'sha Sora va ChatGPT'dan foydalangan edik. Ya'ni Sorada bir kunda 3 tagacha rasm generatsiya qilsangiz bo'ladi. Undan yog'iga u ham o'sha podpiska olishingizni talab qiladi. Va yana obunachilarimizdan bittasi aytib o'tgan ekanlar, ya'ni bizga shunaqa ko'proq generatsiya qiladigan saytlar yoki ilovalarni ko'rsatib bering deb. Menimcha agar bunda 6 ta, agarda Sorada 3 ta bo'ladigan bo'lsa, 9 ta generatsiya bir kunga menimcha bemalol yetsa kerak. Agarda siz misol uchun Photoshopda yoki Canva'da ishlaydigan bo'lsangiz, unda tushunsa bo'ladi, chunki rasmlaringizni, ya'ni prevyularingizni anime ko'rinishiga olib keltirish uchun ko'proq generatsiya qilishingiz kerak, chunki qaysi joy xato bo'lib qolsa, yana boshqatdan qilishingizga to'g'ri keladi. Lekin oddiy kunlik hayotimizda ishlatiladigan, ya'ni foydalanishimizga yetarli deb bilaman. Albatta bu hammani ishlatishiga bog'liq. Misol uchun menga e'tibor tortdi. Ayrim misollarga o'sha tomoshabinlar ham e'tibor tortgan bo'lsa kerak. Hop, mana bizani rasmimizni tayyorlab berdi. Mana bitta kabel bor edi, uni olib tashladi. Daraxtimizni tikka qilib berdi. Bu yerdagi devorni tekislab berdi. Oxidagi turbalarni ham olib tashlab, buni ham tekislab, rasmdagi qisqasi juda ham chiroyli qilib bergan. Va keyingi
bizani rasm generatsiya qiladigan saytimiz bu sora.com. Xo'sh, mana so'rada mana shunaqa rasmlarni generatsiya qilib, o'zingiz o'sha kirib, remix joyidan buni olib rasmni va o'zingizga bir ikkita detallarni o'zgartirib, o'zingizga moslab turib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, bizga bu joy kerak emas. O'sha rasmni tanlab olamiz. Bizga Minecraft stilida qilib beramiz. Hop, media. Mana oldingi rasmlarimiz. Bu yerda o'sha ikkita rasm joylangan edi, ya'ni mana bu. Ya'ni buni birinchi rasmdagiga o'xshash qilib turib, ikkinchi rasmni shu birga o'tkazib ber deb personaj yaratib ber deganimda shunaqa yaratib berdi. Chiroyli zo'r chiqqan. Ayniqsa mana naushniklar olib tashlaganda va formani olib tashlagan edim, lekin formani olmadi, chunki baribir birinchi rasmdagi o'xshatgan deganimda keyin bu yerda o'sha naushniklarni olib tashlab qisqasi chiroyli chiqarib bergan. Buni ham oldingi videoda o'sha ko'rsatib o'tgan edim. Hozir mana rasm generatsiya bo'lgandan keyin ko'ramiz, ya'ni Minecraft stilida qanaqa bo'lar ekan rasmimiz. Mana Minecraft stilida mana shunaqa rasm yasab berdi. Minecraft uchun chiroyli. Qisqasi описаниеga yozib qoldirganimda o'sha siz o'zingiz xohlagan stilda qilsangiz bo'ladi. O'sha katta kompaniyalar Pixar, Disney, Minecraft va boshqa o'zingiz yoqtirgan ichingizdagi xohlayotgan rasmlarni o'sha generatsiya qilsangiz bo'ladi. Endi telefonga hozir o'tib ko'rsatib beraman. Bunda ham xuddi shunaqa jarayon bo'ladi. Faqat telefonda kichkinaroq ekran bo'ladi. ChatGPT ga kirib olamiz. Ilovasini yuklab olsangiz bo'ladi yoki saytdan bemalol foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerdan rasm tanlaymiz. Misol uchun mana bu rasmni. Bu rasmni fotografiya stili Paul Mangi Studio Ghibli. Xo'sh, mana rasmimiz ham tayyor bo'ldi. Biz unga yarim rasmni manga sifatida, yarimni anime sifatida qilib bergan edik, lekin bu bizga anime stilda qilib berdi. Xo'sh, juda ham chiroyli chiqqan. Mana bu lekin zo'r chiqibdi. Saqlanib qo'yamiz. Mana shunaqa. Bundan ham zo'r
chiqarsa bo'lardi, lekin yoqdi. Faqat sal burun tarafdan tushishi kerak edi, chiziq burun kiyib bo'lishi kerak edi, u soch tarafdan bo'lib qo'ygan. Mayli. Rasm o'zgacha chiqdi. Xo'sh, siz ham ChatGPT bo'ladimi, ya'ni Sora bo'ladimi yoki boshqami? Nimadan qilishingizdan qat'iy nazar, faqatgina rasm kiritasiz, o'zingizga kerakli anaqani promptda yozasiz, bo'lgan. Oldingiz rasmni o'sha joyladingiz. Bizda misol uchun stili Pixar. Shuni oldingiz va mana jarayon boshlandi. Oddiy misol, qaysi stilni qilmoqchisiz, shu stilni qilib ber, yoki rasmni orqa fonini mana qilib ber, manqoli yoki uni o'zgartir, sochni o'zgartir, ko'zni o'zgartir yoki qaysidir detallarni o'sha yozib kiritasiz, bo'ldi, u o'zgartiradi. Yoqmasa yana o'zgartirasiz. Shunaqa qilib turib, limitingiz tugagungacha qilasiz. Tugagandan keyin yana keyingi kunni kutib, yana o'sha qilib urinasiz. Siz buni faqat qilib o'sha o'zingiz qancha o'sha ko'p detallarni yozgansangiz, shuncha generatsiyangiz kuchayib boraveradi. Mana. Pixarmasam Pixar o'tdi. Xuddi shunaqa. So'radan foydalaning, ChatGPTdan foydalaning, kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.